Rossiyaga borib ishlamaslik uchun boricha men ham harakat qilyapman, qaranglar. Bu O'zbekistonda yangilik bo'ladi, pena beton xizmati qaranglar. Xo'p, bu oyog'im mana hozir tizzagacha ketyapti. O'zbekistonda yangilik, qishda yozda muzakini o'tirishlaring uchun pena beton xizmatini ustalarimiz qilib berishyapti. Xo'p, agar 7-8 sm deganlar ishonmaydiganlarga qaranglar, 9 sm chiqadi. 45 ming so'mdan kvadratini hamma yo'q ichida chiroyli holatda quyib berishadi. Eng asosiysi betonda qatib ketadi. Mansardli uyingiz bo'ladigan bo'lsa ham bemalol o'tirsalar ham bo'ladi shu pulib. Undan tashqari qishda issiq holatda bo'ladi, yozda muzdakina bo'ladi. Konditsionerga kamroq rasxod qilasiz, qishda nima deydi, o'tinga kamroq rasxod qilasiz. Material ichi hamma yo'q ichida chiroyli holatda qilib berib ketishadi. Undan tashqari loydan ko'ra anchagina yengil, mustahkam holatda bo'ladi. Agar loy bosadigan bo'lsangiz, hasharga chaqir, loy olib kel, somon qil, anchagina problema bo'ladi. Bu xonadonimizga 210 kvadratda 45 ming so'mdan qilib berishgan. Pastda nomerlar bor, Ravshan Meydon oldim, salang qilib beringlar. Bitta like bosing, siz uchun harakat qilib, oyog'imga yetib kirdim.